Bismillahirrahmanirrahim. Mana anaqa madaniyat fuqaro yig'inida rais bilan keldik, mana opog'am murojaat qilgan ekanlar. Bu shikoyat emas, prosta iltimos qilib shuncha suv isrof bo'lmasin deb aytgan ekanlar. Bular xo'jasi 5-xonadonda bir 6 oy bo'ldi. Necha marta murojaat qildi. Biz ham vodokanalga dispetcherga murojaat qildik. Necha marta murojaat qildik, lekin murojaatlarimiz anaqasi qilyapti. Xo'p, hozir Mirshohid kelgan olgan bor. Bu nachalnik hamma ish qilib beradi. Bir bas qilib hozir keladi, xudo xolisa. 6 oy bo'ldi, kelishmadi. Iltimos qilib berishsin. Xo'p. Yo'lni yarmisi mana o'sha cho'kib keldi mana shu kecha. Mana ozgina qoldi. Bo'ldi opajon, murojaat qabul qilib, xudo xolisa yetkazamiz. Darrov ular tushunadigan insonlar. Shu muomala kerak bizda. Avvalambor sizlarga rahmat. Shu jon ketirayotgan suvlar shu isrof bo'lmasin deb. Rahmat opajon. Bu ko'chaning nomini aytinglar. Gulbuloq xo'ja 5-xonadonni oldi. Rahmat, e'tibor uchun rahmat. Hozir yetkazamiz. Hozir sekin yetkazamiz, yetib keladi xudo xolisa. Hozir kelib ketadi xudo xolisa inshaalloh. Mana azizdan aytamiz. Rahmat.